Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmeler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görürmelerimiz bugün 2025 yılı 6. April yakşembe. Her yakşembe günü etdigende bir hafta jarayonida vatanimiz Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en muhim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Qanundaqda aldı bilen bu haftadaki haberlerimizin mavzularına ko'z yugurup o'taylik. Xitay Zozongtangning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi madhiylangan teatr tayyorladi. Xitay diviziya bilan yerlikning yo'g'irilishi nomida diviziyaning rolini kuchaytirmoqda. Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishi sababli savdo andishisiga duch keldi. İnsan Hakları Kuzatish Tashkiloti O'zbekiston hukumatining tutqundagi Uyg'ur faoliyatchini qo'yib berishga chaqirdi. Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasi yana bir qatim parlamentga sunildi. Pokistondagi Uyg'urlarning taqdiri andisha qo'zg'amoqda. Xitoy yana bir qatim alohida diqqat qilinadigan davlatlar qatoriga kirgizildi. Qatorliq xabarlarimiz bo'ldi. Qanundaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Xitoy Zozongtangning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi madhiylangan teatr tayyorladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta bu numussiz tajovuz planiki her daim mayli kunlik xabarimizda bo'lsin. İnsan aqliga kelmaydigan her türlük o'zininki hem jinoyatlarni yepish, hem tarixni burmalash, hem bütün Uyg'ur xalqining milliy qimmat qarashlaridan uzul kesil bizni ayirib tashlash, yo'q qilish uchun qilmagan pastkashlikka qilmadi. Hele hem üzlüksüz davamlaştırıvatıdı. Bu müşünün cümlesinden bir numussuzluq Xitayning kemdi. Bu zeminni, Şarkı Türkistan zeminni tunji qatim işgal qilgan bir qonxo'r jallatni bugün bu xalqimizga xuddi bu zeminning qutqazuvchi sifatida ko'rsatib, buni normallaştırib, buni qahramon sifatida tunishtirishga qadam bosganligini ko'rsatgan bir xabar bu. Tanıtaq to'g'rilib berildi bu xabar. Oldingi hafta Xitoyning davlatlik Jingju teatrxonasi Zozongtang haqida yangidan tayyorlangan Jingju teatrining repetitsiya qilish murosimi o'tkazilgan. Mazkur teatrning ssenariyasini Xitoyning davlatlik Jingju teatrxonasi va Urumchilik Jingju teatri o'maki birlikda tayyorlagan bo'lib, navbatda rasmiy repetitsiya bosqichiga kirgan. Biz ma'lum bo'lgandek qonxo'r tajovuzchi Zozongtang madhiylangan mazkur teatrga qo'ygan ismni qarab boqaylik. Asli zaminni yangidan qaytirib olish deb nom qo'yilganda, ya'ni Xitoy yana bir shaklda bu asli bizninkida Zozongtangning davrida shu vaqtida bu to'planchilarniki nurg'un tariximizga burmilab atgan numussiz so'zlar bor hamda hele ham maktablarda o'qitayotgan. Bu asli bizning zaminimizda Xitoyniki biz bu yerda qaytirib oldik degandek manda ism qo'ygan. Masalan, hozirgacha shu davrdan boshlab atalmış Xinjiang deb mush ismni qo'yganiga Xitoy pushaymon dedi, ammo shu yangi chegara, yangi zamin ma'nolarni berayotgan butun dunyoda, ya'ni bu zaminning ishg'ol qilinganligini aniq isboti o'zgartirdimi, o'zgartirmay Xitoy qanday qilishini bilmayotgan. Xitoy odatda bir narsaning shakllariga qarab yoki shu vaqtdagi nimasiga qarab turib so'z ishlab chiqardigan Xitoy. Bu zaminni shu vaqtda ishg'ol qilishga yangidan Xitoyninki shu vaqtdagi shu davrdagi zaminga Xitoy zamini bo'lmagan bir diyor bo'lganligi uchun buningga yangidan bir Xitoy chegarasiga zaminga qo'shilgan bir tuproq ma'nosi bildirgan bu ismni shu vaqtda qo'yib qo'yganda hamda. Buni albatta nurg'unlagan qatim mushu so'z ustidami Xitoyning keyingi davrlarda buni o'zgartirish uchun qilmagan xilma-xil urinishlar bo'lganligi, ammo muvaffaqiyat qozonmaganligi haqida so'zlar bor mana bilgandek. Demak, mushu Xitoyning hozirgacha shu so'zning o'zi, Xinjiang kalimasining o'zi bu zaminning ishg'ol qilingan bir zamin ekanligini Xitoyning yuziga urib turayotgan bir masala bu. Xitoy bu qatim bu ismni bu teatrga mushu ismni asli zaminni yangidan qaytirib olish degan ismni berishining o'zi ham mushu atalmış Xinjiang kalimasini burmalab tushuntirishga zo'r quvvatqanligini aniq ko'rib olg'ili bo'ladi degan shaklda analiz qilindi. Xabarda aytilishicha, mazkur teatrni tayyorlash plani 2023-yilda
boshlangan bo'lib, teatrda shiddatli janglarning ko'p tasvirlanmaganligi, balki muhim nuqta personajlarning ichki dunyosiga qaratilganligi ta'kidlangan. Shuning bilan birga teatrda Zozongtangning asirlarga kuyinganligi, g'amxo'rlik qilganligidek ariyalarning barligi tilga olingan bo'lib, uning vahshiyona qatliamlari alayda pardozlangan. Bu nomussiz Xitoylar buni keng ko'lamda vatanimizda atugun bo'lishiga qo'yishi mumkin hamda. Bu Xitoyning ishg'oliyat tarixini burmalash urinishlarining davomi bo'lib, yaqinqi yillar mobaynida Xitoy qonxo'r Zozongtangni atalmish Xitoyning zimin butunligini qo'g'digan qahramon deb sifatlab planliq tariqada tashviq qilishga boshlagan edi. Ilgirki yillarda bu tajovuzchi haqida biz qanchilgan xabarlarni Istiqlol ekranidan sunduq. Bultur masalan 9-oyda atalmish Zozongtangning Xinjiangni qaytarib olishi degan dars o'rta maktab va oliy maktab darslariga rasmiy kirgizilgandi. Bizning vatanda Xitoy yana Qumul shahrida sun'iy barpo qilingan atalmish shu Zozongtang tikkan sugatlar uchun maxsus qo'g'dash tur mablag'i ajratgan bo'lib, bular uchun raqamlik arxiv turg'izib chiqqan edi. Buni xabarini biz Istiqlol o'z vaqtida bergandik. Demak, bu tajovuzchilar mana shundoq tarixni burmalash uchun, buningda qonxo'r tajovuzchini chiroyli ko'rsatish uchun bugun keng ko'lamda yana bir teatrga tayyorlik qilyapti mana. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tsak, Xitoy diviziya bilan yerlikning yo'g'irilishi nomida diviziyaning rolini kuchaytirmoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta vatanimizdagi bu o'zininki harbiy chapini selvetib bilan puxroch kiyingan biz qanchalar qatim dedik. Vatanimizdagi asli ishg'oliyatni mustahkam tutib turayotgan tajovuzchilarniki bugun puxroch kiyingan holatidagi O'zxon O'zbek, hattoki atalmish Xinjiang Uyg'ur Abdumraylik hukumatiga tabiiy emas bevosita Beijingga qarab o'zi xohlaganini qilgan bu tajovuzchilar guruhi hamdi bu. Vatanimizning xaritasiga qaraydigan bo'lsak, butun atrofini xuddi bir zaharlik o'smadak chirmag'an bir shaklda vatanimizning hamma yerdagi eng esil boyliklarimiz, eng esil tuproqlarimiz bularning qo'lda dafsanda qilinyapti hammamiz bilamiz. Bu nomussiz tajovuzchilar hamda bu yerda shu yaqinqi yillardan buyon aslida hammasi qonuniy o'zininki O'zxon O'zbek qiladi hamda. Hozir shu yaqinqi yillardan buyon butunlay atalmish Uyg'ur Abdumraylik hukumatlar birlikda yig'in ochilgan, birlikda qaror oldigan bu ishlarni yaqinda ko'ryapmiz va bu tashviqotlar kun sari kuchayyapti. Tanrıtaq to'g'ri berildi bu xabar. Atalmish Uyg'ur Abdumraylik va diviziya Bingtuanning 24-mart tunji qatim xalq ishlari yig'inini birlikda ochganligi, bundan 2 kun ilgari birinchi fasldagi cho'ng turlarda markazlik ish boshlash faoliyatini o'rtaq o'tkazganligi alohida xabar qilingan. Mazkur xabarda diviziya bilan yerlikning yo'g'irilishi iborasi nuqtaliq ta'kidlangan. Bulturdan boshlab Sharq Turkistonning fan texnikasi, siyosiy qonun, ma'rif, tashviqot qatorliq ko'plagan sohalardagi muhim xizmat yig'inlarining hammasida diviziya bilan yerlikning birlikda echish shakli qo'llanilib, vazifalarni bir tutash o'rinlashtirilganligi tilga olingan. Xabarda yana diviziya bilan yerlikni yuqori taraqqiy qildirishning Xitoy partiya markaziy komitetining strategik muhim o'rinlashtirishi bo'lib, tarixiy ahamiyatga ega ekanligi tashviq qilingan bu xabarda. Va shundaqla jamiyat muqimligini qo'g'dashdagi muqarrar talab iqtisodning taraqqiyotini ilgari surishdagi muhim yo'l ekanligi, shuning bilan birga millatlarning o'zaro singishib ketishi va madaniyatning yo'g'irilishini ilgari surishdagi unumli tadbir ekanligi da'vo qilingan. Yani uch oshkor deb qarab qo'ydi. Yani o'zaro singib ketish kerak millatlar, Xitoy bo'lib ketish kerak emas bu yerdagi. Bizdan ayrilib turayotgan bu millatlar yo'qish kerak degan narsani uch oshkor qilyapti. Bu unumli tadbir shuna qilishimizda. Bu haqda bu Bingtuanniki, ya'ni shu atalmish diviziyaniki vatanimizdagi nomussizlik haqida mustaqil organlar, masalan, Angliya Sheffield Hallam universitetiniki Helena Kennedy tadqiqot markazi 2020-yil iyul oyida e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistondagi butun shu diviziyalarniki majburiy ko'chirish, majburiy emgak silish, zo'migarlik bilan yer zamin egilib olish, xohlagancha tutqun qilish qatorliq jinoyatlar orqali Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning haq-huquqlarini va diniy milliy kimligini bostirganligini pash qilgan edi. Nurg'un sonliq ma'lumotlar bilan. Yuqoridagidek, ya'ni bu tajovuzchilar, bu nomussizlar bizning zaminni besib kirgandan keyin
nurg'un ko'p qismlari kiyimini selib bilan amaliyotda eng qonxo'r nomussizlarda bular vatanimizni hali ham qon sho'rug'chilik sho'rayotgan maxluqlar bulardi. Ashu dokumentda bu shaklda tilg'angan 2022 yil. Yaqinqi mezgillarda diviziya bilan yerlikni birlashtirish shuarlari hamda texnik kuchayishga boshladi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish va butunlay xitoylashtirishni ishga oshirishdan iborat qari niyatini yana bir baldoq yuqori ko'targanligining alomati degan shaklda analiz qilinmoqda bu masala. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga qaytarish sababli savdo endistsiga duch keldi. Duch kelsin va nurg'un bu qilgan jinoyatining jazosini tassun deymiz albatta. Hamma ko'p bo'lish kerak bu andishaları. Chunki haqiqatan intayin nomussizlik bilan davlat axloqiga zid bir shaklda biz har hafta ilgari shu ish bo'lgandan tortib davomli berib kelyapmiz. Nihoyatda bir ig'ir bir jinoyat o'tkazdi bular Xitoy bilan birlashib turib. Bu 40 Uyg'ur qarindoshimiz masalasida bu jinoyat sababli xalqaroning kuchli tanqidiga uchragandan sirt ko'plagan shirkatlar bu masala sababli Taylandning xalqarodagi savdo munosabatining ta'siriga uchrashi mumkinligidan andisha qilishga boshlagan. Chunki oqidan ham besim bo'lyotdi. Bularni payfitek bo'lib, hatto vatanimizga berib keldi Xitoyninki yolg'on tashviqotini biroz tashviq qilsam, o'zimning jinoyati yeniklarmiga degan shaklda. Tayland Tiger Tor'ning 31-martga aloqador xabarda Tayland hukumati Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish jinoyati sababli xalqarodagi savdo suhbatlarining ta'siriga uchrashi mumkinligi haqida andishlarga inkos qaytarishga majbur bo'lgan. Tayland savdo komitetining raisi Sanan Angu Bolkul bu vaqtda shirkatlarga tasalli berib, natijalarni oldin mo'ljallashga baldir ekanligini, ammo shirkatlarning mavjud bo'lishi uchun chuqur vaziyatga moslashishi kerakligini aytgan. Bu so'zining o'zidan ham qanday holat kelib qolganligini belgiladi albatta. Bangkok pochtasining xabar qilishicha 2 aprelda Amerika hukumatining yangi tamojna baja e'lon qilishi kutilayotgan bo'lib, uni ham e'lon qildi. Trump butun tizimlikni e'lon qildi. Har davlatlarga xilma-xil farqli shaklda. Taylandning elektr mahsulotlari, avtomobil, mashina uskunalari va po'lat temir qatorli sanoatlarga ta'sir qilishi mumkinligi to'g'risidagi andishalar kuchaymoqda ekan. Undan boshqa Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berish jinoyatining Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan erkin savdo suhbatlariga to'salg'i bo'lishi mumkinligi haqidagi ogohlantirishlarni o'ttirg'a chiqishga boshlagan. Amerika hukumati hozirga qadar Taylandga bevosita tadbir qo'llanmagan bo'lsa-mu, ammo shirkatlar davomli o'zgarayotgan xalqaro savdo vaziyatida kelgusidagi har xil yuz berish mumkinchiligi bo'lgan masalalarga qarata tayyorlik qilmoqda degan shaklda berilgan bu xabar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, İnsan Haklarını Ko'zish Tashkiloti O'zbekiston hukumatini tutqundagi Uyg'ur faoliyatchini qo'yib berishga chaqirdi. Aslida haqiqatan bu xabarmi o'tirg'a chiqqandan keyin ta 2021-yildan buyon tutib turilayotgan bu qarindoshimizningki xabari ijtimoiy uchur vositasidan ko'p g'ulg'ul qo'zg'agan bir xabar albatta bu ichidagi so'zlari hattoki sinliq videolarmi oshkorlanib qilgan so'zida bu odamga tuhmat otilganligi aniq. Chunki bu yerda hatta prezidentni tillagan, haqoratlagan u bu deganda kelib o'zining ko'p so'zlarini deydi. Haqiqatni o'tirg'a qo'ygan mush so'zimni deydi, men asla prezidentga haqoratlamadim prezidentni deb. Ammo mushu hozirgacha bunday tutib turilishi to'g'ri gapni qilgandan keyin bu shaklda hattoki qamoqmi emas, ya'ni bu yerda mushu yani Saranglar doktorxonasida ham biz hamda. Yani psixik kasallar doktorxonasiga oshunda bir yerga qamab qo'yish, yani ruhiy kasalliklar doktorxonasiga. Yani normalda bunday yerga saq insonni solab qo'yish emas, bir qancha yil turgandan keyin va atrofidagi unda o'tirdiki insonlar qarab turib, yani psixik jihatdan buzildigan bir o'ringa tashlab qo'yish insonni ichindirdi. Bu haqiqatan ichinishlik bir masala bu. Bu kishiniki bundaq bir yerga solinib hozirgacha 2021-yildan buyon tutilishi. Buni albatta bu inson haqlarini ko'zish tashkiloti O'zbekiston hukumatiga chaqiriq qilib, buni darhol qo'yib berishga Valijon Kalonovni
qo'yib o'tishga va uningga to'lam to'lashga chaqirgan. 31 mart e'lon qilgan mazkur chaqiriqda, ya'ni inson huquqlarini ko'zish tashkiloti 31 mart e'lon qilgan mazkur chaqiriqda O'zbekiston hukumatining 2021 yil 12 oydan boshlab ruhiy kasalliklar doktorxonasiga majburiy qamalgan faoliyatchi va tor yozuvchisi Valijon Kalonovni darhol qo'yib berishi va uningga to'lam to'lishi kerakligini bildirgan. Shu bayonotni e'lon qilgan. Chaqiriqda bu yil 28 fevral Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xohlagancha tutib turish masalasi xizmat guruhining Valijon Kalonov haqida fikr bayon qilganligi. Mazkur bayonda O'zbekiston hukumatining Dunyo inson huquqlari xitobnomasining 2, 7 va 19 moddalari va xalqaro fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasining 2, 19 va 26 moddalariga xilof holda Valijonni xohlagancha tutqun qilganligi haqida yakun chiqarganligi va O'zbekiston hukumatidan uni darhol qo'yib berish va to'lam berishni talab qilganligi qayd qilingan. 55 yoshli Uyg'ur faoliyatchi, tor yozuvchisi Valijon Kalonov O'zbekiston fuqarosi. İlgari O'zbekiston hukumatining siyosatlarini tanqid qilib qolmay, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur qatorliq turkiy xalqlarini tutqun qilayotganligini va o'ldirayotganligini ijtimoiy taratqular orqali O'zbekiston xalqiga anlatib kelgan bir kishi ekan bu. 2021 yil 8-oyda O'zbekiston hukumati uning ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan fikrlariga asosan ijtimoiy bexatarlikka tahdid selish, to'rda prezidentni haqoratlash, diniy asabiylik idis tarqitish qatorliq bahonalar bilan tutqun qilgan va shu yil 12-oyda uni Jizzax viloyatidagi bir ruhiy kasalliklar doktorxonasiga majburiy qamagan. Ya sen tutqun qilsangmi normal turmaga solmamsan uni yani. Yani hattoki atrofidagi buni tunuydigan kishilarning bergan guvohligida bu Valijon Kalonovning hech qanday ruhiy jihatdan hech qanday masalasi yo'q ekanligini, ammo bu kishining bu doktorxonaga majburiy qamalganligini bildirgan hamdi. Yani haqiqatan bu chaqiriqqa inshaalloh O'zbekiston hukumati javob berib, buni qo'yib o'tadi inshaalloh bu kishini. Haqiqatan haq so'zni so'zlagan insonlar shundoq dunyoning har qaysi joylarida shunday bir xil fojialarga uchrab turgan ahvolni ko'rib turibmiz. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Uyg'urlar haqidagi qonun loyihasi yana bir qatim parlamentga sunildi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu albatta ko'plab har doim Uyg'urlar haqida albatta Amerika parlamentining qanchalar qatim bu va boshqa qonun loyihalari o'tirg'i qo'yilib turilyotdi. Bu qatim Amerikadagi ikki partiyaning bir turkum parlament a'zolari Uyg'ur inson huquqlarini qo'g'dash qonun loyihasini qaytadan parlamentga sundi. Amerika Avam palatasining ikki partiyaga tava 12 palata a'zosi sungan bu qatimqi qonun loyihasini Xitoydagi bostirishdan qochib chiqqan Uyg'urlar va boshqa bizningki qozoq, qirg'iz, shu yerdagi turkiy millatlar. Bu millatlarning Amerikada panohlik tilash ishlarini osonlashtirishni, qo'shimcha yordam ta'minlashni maqsad qilgan bir qonun loyihasi. Bu qonun loyihasiningki mazmuni. Demokratlarning Avam palata a'zosi Suhas Subramanyam mazkur qonun loyihasini o'tirib qo'yuvchilarning biri bo'lib, u Xitoy Uyg'urlar qaratgan vahshiy ziyonkashlikning bir inson huquqlari kirisi ekanligini, o'z shtatidagi Uyg'urlardan ularning bostirishdan qochib kelmoqchi bo'lgan tuqqanlar haqidagi chunqur andishalarni o'z qo'li bilan anglaganligini, tasavvur qilg'usiz zulmni boshdan kechirayotgan Uyg'urlarning panohlik xizmatlarini tiziltish talab qilingan mazkur tashabbusga boshlamchilik qilganligidan faxrlanganligini bildirgan. Cumhuriyetning Avam palatasi a'zosi bo'lsa, a'zosi Maria Elvira Salazar bo'lsa, mazkur qonun loyihasini sunuvchilardan biri bo'lib, u Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini biz hozirgacha ko'rgan inson huquqlariga, biz hozirgacha ko'rgan insoniyatga qarshi eng qo'rqinchli jinoyatlarning biri deb sifatlagan. Ameliyatim shu. Xabarda mazkur qonun loyihasining rasmiy qonunga aylanishi uchun turli to'salg'ulardan o'tishi kerakligi, gerçi iki partiyanın qo'llashiga erishgan bo'lsa-mu, rasmiy ma'qullanishining texnik noma'lum ekanligi, chunki hammamiz bilgandek, Trump hukumati butun saylan mezgildi bo'lsin, butun huquqni olgandan keyin bo'lsin, darhol imzo qo'yib, butun chet elliklarni qo'g'lab chiqarish haqida jiddiy harakat qilyapti.
sirtdan qabul qilishni intayin chingitib. Şuna bu nimeninki parlamentin resmi ma'qullanishning noma'lum ekanligi ham xabarda bildirilgan. Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak, Pokistondagi Uyg'urlarning taqdiri andisha qo'zg'amoqda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Pokistondagi bu sanoqliq Uyg'urlarimizning masalasi yillardan buyon pat shunda bir masalaga yo'liqqan vaqtida kun tartibda bo'lib keyin to'xtab qoladi. Bundan burun albatta bir qancha qatim bo'lgan bu masala. Lekin bu qatim butunlay shu sim bilan qaysi ijtimoiy uchur vositalar keng tarqatildi bo'lsin balkim ko'rgansizlar. Bu yerdagi Pokiston hukumatining o'tgan yil butun shu Afg'oniston va boshqa chet elliklarni qo'g'lab chiqarish qarorining ichiga bu bir qancha yuzga boradigan Uyg'urimizni shuning ichiga kirib qolgan bir masala hamdi. Ciddi albatta bütün Uyg'urlarimizni andishiga solgan bir masala bo'lib turibdi hozirgacha. Pokistondagi Ömer Uyg'ur vaqfining raisi yuqoridagi Ömer Uyg'ur apandi ijtimoiy tarmoqlar orqali bir qisqasini ham baharlab shu yerdagi Uyg'urlarni ziyorat qilib. Ömer Uyg'ur apandi bu Pokiston fuqarosi ham bilasizlar. Qolgan atrofdagi bu o'z vaqtida Afg'onistondan kelgan Uyg'urlarimiz ham de. Demak bu sinni ham baharlab Pokistondagi Uyg'urlarning davlatdan qo'g'ilinish xavfiga duch kelganligini, qo'lda boshqa hech qanday davlatning kimligi bo'lmagan mazkur Uyg'urlarning jiddiy yordamga muhtoj ekanligini, har qaysi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlarini bu haqda harakatga o'tishga chaqiradiganligini bildirdi bu sinliq so'zida. Sindagi Uyg'urlarning bildirishicha, Pokistonning aloqador doiralari ularga oxirgi bir necha kun muhlat berib, davlatdan chiqib ketishga buyurgan. Ularning farzandlari maktabdan chiqarib o'tilgan bo'lib, ijarada o'tirayotgan uylarda qo'g'langan. Yerim asrdan buyon Pokistonda yashayotgan, qo'lda hech qanday davlatning rasmiyatlari yo'q. Na Xitoyniki, na boshqa, ya'niki. Bu Uyg'urlar butunlay chorasiz ahvolga tushib qolmay, Xitoyga qaytirilish andisi ichidami turayotganligi ma'lum. Haqiqatan inson ichindirdi bu masala. Ma'lum bo'lishicha, Pokistondagi Uyg'urlarning ko'pinchisi 1960-yillarda Xitoyning bostirishlari sababli Qashqar, Yakan qatorliq joylardan Afg'onistonga kelib panohlangan Uyg'urlarning avlodlari ekan bular. 1980-yillarda sobiq Sovet ittifoqi armiyasi Afg'onistonga keng ko'lamda hujum qilib kirgandan keyin u yerda albatta Afg'onistondan millionlagan kishilar atrofdagi davlatlarga majburiy muhojir bo'lib urushdan qochib har taraflarga qaytib urush bo'lgandan keyin shu vaqtida qochgan millionlagan musofirlar bilan birlikda Pokistonga ko'chman bo'lib kelib qolib hozirgacha kimliksiz, hech bir narsasiz turayotgan qardoshlarimiz. Bolalarimi, o'zimi butun xuddi shu Pokistonlik taklam bo'lib ketgan xalqda hamdi. Bu naringa taqashdi bular. Pokistonning shu Xitoy bilan oppoq-chappoq bo'lib qilayotgan ishlari shu yaqinqi yillarda tuzish kerak bir yaxshi ishni tilga olinmaydi hamdi. O'ylab qo'ydi. Ya'ni bu umumiy sonni qismi masalan gibi bolalar bilan qo'shsa 100 chiqadigan darajadagi oz sondagi bir xalq Xitoyning ko'ziga Ömer Uyg'ur vaqfining qandaq Xitoy ashni taqash uchun shuning bir kichkina maktabini atrofdagi bolalarga Uyg'ur tili o'rgatib, uni buni qilib qilgan narsaga Xitoy konsulxonasi va Xitoyga setilgan nomussiz atalmış o'zini Uyg'ur deydigan manqurtib ketgan maxluqlarninki Xitoy konsulxonasi bilan birlashib turib, Ömer Uyg'ur vaqfining atrofidagi shu Uyg'urlarni qanchalik besim qilganligini yillardan buyon o'tirib qo'yib kelyapmiz. Ömer Uyg'ur apandim Turkiyaga kelgan vaqtim qanchalar vaqtim suhbatni o'tkazdim. U Xitoyning yaloqchilari bo'lgan nomussizlarning nimalarni qilayotganligini hammamiz bilamiz. Pat quzmayotdi ham o'ylab qo'ydi. Bu darajada nomussizlik hamdi. Buni shu hamda har qaysi tashkilotlarga murojaat qilishlik sababi bu. Albatta Turkiyadagi tashkilotlarmi ham Pokiston hukumati ham Turkiya hukumati bilan ko'rishayotganligini tilga e'landi. Keyin shu sin chiqqandan keyin demak inshaalloh pat fursatda xayrli bir natija bilan bularning ishining hal bo'lishini umid qilamiz albatta. Xitoy yana bir qatim alohida diqqat qilinadigan davlatlar qatoriga kirgizildi. Albatta bu nomussiz tajovuzchilarning jinoyatlari tugamaydi.
Her qandaq xalqaralıq dokulat her yili bir yerde meyli teşkilat tarafından e'lon qilingan bo'lsin, davlatlar tarafından e'lon qilingan bo'lsin. Bunu shunday dokulatlarning hammasida Xitoy eng shu töven seviyede, eng xatarlik, eng diqqat qilinadigan, nomussizlikda eng uchiga chiqqan davlatlar qatoriga tizilib keldi. Ya nomusmi qilmaydi bundan. Azra xijilin bo'lmaydi. Bunda dokulatlarning hammasiga bezirib turib, so'zchilari, bayonotchilari chiqib, mana hukumat atadaflar turdiqni qarab. Bu darajada nomussiz hamdi. Bu qatim Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti yillik dokulati e'lon qilib, Xitoyni yana bir qatim diniy erkinlikka eng nachar davlat qatoriga kirgizdi. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti oldin qavt 2025-yillik diniy erkinlik dokulatini e'lon qilgan bo'lib, Xitoyni yana bir qatim alohida diqqat qilinadigan davlatlar qatoriga kirgizgan. Odatda bu kategoriyaga diniy erkinlikka eng nachar yoki alohida nachar davlatlar kirgizilgan. Xitoyninki eng nacharda hamdi. Dokulatda Xitoyning diniy erkinlik vaziyatida hech qanday yaxshilanish bo'lmaganligi, Xitoy rejimining chiriklashgan xitoylashtirish siyosati orqali nomussizlarcha yani ya eng az bo'lgan vaqtida bu mayli qaysi din bo'lsin yani Xitoydagi. Ya bularning yoqisidan tushgan qo'yib bergan. Pastkashlikni sen qilib, sen zaten ateist, xudosiz, hech bir narsaga e'tiqod qilmaydigan nomussiz bo'lgandan keyin, yani hech bo'lmaganda ularni bir rahat qo'yib etib, sen o'zingning pastkashlikdan yasha degiz keldi insonlar. Ama bu nomussizlar unda qilmaydi. Hammasini xitoychilashtirish deb butun narsaga aralashib oldi. Hatta rahiblarning aşı bu xallarning aşida ba'zi ko'rinishlar insonning kulgisini keltirdi bu pastkashlarni. Bizning masjidlarimizga bulg'ab bo'ldi. O'zining Xitoylarning rahiblarining aşağıda butunlay tarixda bo'lib boqmagan shaklda aşağı qator tizib olib, aşağı bayroq chiqarish, uni buni qilish nimaga qilayotganlarni ko'rib qolsalar ancha-muncha. Bu darajada pastkash yani. Xitoy rejimining chiriklashgan xitoylashtirish siyosati orqali har qaysi dinlarga o'z ideologiyasini majburiy singdirishga uringanligi, diniy faoliyatlarga qatnashishga cheklama qo'yilib qolmay, har qaysi dinlardagi madaniyat alohidligini suslashtirib, Xitoy madaniyatini zo'rlab tanganligi qayd qilingan. Amaliyotda buni nomussizlarcha inkor qildilar dunyoga. Ko'z oldimda shunchalar yuzlagan kamerani oldida qarab turib, pastkashlarcha inkor qildi bularning hammani. Dokulatda Xitoyning islom dinini bostirish jinoyati tilga elinib, masjidlarning qurilishidagi islomiy uslubga buzg'unchilik qilganligi, Sharq Turkistonda ro'za tutish qatorliq ibodatlarni cheklaganligi, diniy faoliyatlarning Xitoyning tabriklash yoki tashviqot faoliyatlariga aylantirilganligi. O'ylab qo'ying. Amaliyot emasmi bu? Ya'ni shu dunyoga yolg'ondan ko'z qilish uchun kameralarni akab turib o'tkizgili qo'ydik degan narsami Xitoy tashviqotiga aylanib ketdi. Xitoyning pastkash tashviqotini qildigan, har so'zda u yerda qilingan gaplarning hammasida Xitoyning kommunistning tashviqotini qildigan narsaga aylantirib o'tilgan. Bir turkum Uyg'ur imomlarining atalmish diniy asabiylikni targ'ib qilish bahonasi bilan tutqun qilinib turmada qazo qilganlik qatorliq masalalar tilga ilingan. O'ylab qo'ying. Bu yillik dokumentga Xitoy qatorliq 16 davlat alohida diqqat qilinadigan davlatlar kategoriyasiga kirgizilgan. Demak, bu şekilde bu jinoyatlar, bu nomussizliklar shunday davom qilyotgan qadrli ko'rganlarimiz. Albatta bularning birma-bir hisobi so'ralmay qolmaydi. O'ylab qo'ying, shunday rasmiy organlardan chiqqan, davlat tarafidan chiqqan, dalil isbotliq, shahid guvohchilar bo'lgan bu dokumentlarning hammasi hamon bir kun Xitoyning bo'yniga yamishib turib, hisobi so'ralmaydigan ish bo'lmaydi. So'rildi albatta uning. Bugün Suriye'ninki qarab bakaylı. Yani hiç kim oylamagan diye o cinayet şaykileri bütünley berbat kılınıp yoqutulgan dekin hazır bütün ilgiriki barlıq cinayetler depterler içilip çıkıyordu. Günde haberler qarasanglar. Aşı cinayetçilerin her birisinin soruqı xalqaro sotdan tatib şu devletning mazkur devlet, aş devletning ichidagi yangi qazlar tayinlangan aş adolat sistemasi hammani bir başdan chiqarib onunki bunun qatnaşkan bütün çoğundan kichikigacha hammasining hisobini bir so'raydi. Bu kunlarga keldi inshaalloh. Allah subhanahu wa ta'ala ömür berse aytki kunlik xabarimizda hafta oxirida haftalik xabarimiz ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.